Endi jigarlar o't yaqib, atala qilishni yig'ishtiramiz. O'ta kuchli variantlaridan bo'ldi. Ko'p obunachilarimiz so'ragandek. Atrabotki pechkalardan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga Andijon viloyati Baliqchi tumani, Baliqchi mol bozorini, mol bozoridan shunday chiqishda, bu yoqdan kelishda mol bozoriga kirishda bo'ladi. Eshik tagida har yakshanba kuni olib kelib sotishar ekan. Agar kelishib qolsa, uylargacha dastlabki qilib beradigan variantlardan bo'ladi. Soatiga 1 litr, 1,5 soat mana bu kichkinaroqlari kamroq rasxod qilganlardan atala qilmoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimiz uchun olib borasiz, 1 litr atrabotkani quyib qo'yasiz, 4000-5000 ga beradi. Keyin bir qozon atalani qaynataveramiz ekanlar. Endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, mana ularni 400 mingdan qilib beramiz deyapti. Bularni 480 mingdan. Endi buni komplektida jigarlar mana bunaqa motorchilari bor. Soatiga 1 litr rasxod qiladi deyapti. 500 ming. Qaysi biri 1 litr, qaysi biri 1,5 litr? Mana ikkitasi 1 litr. Bu ikkalasi 1 litr. Dumaloq kattaroqlari 1,5 litr. Buni nech pul? 400 ming beradi. 400 ming, 1,5 litr shuni. Bunisi 420 ming. U soatiga qancha rasxod qiladi? Buni komplektida apparati bor. Hamma yo'q bor. Apparatlarni qo'shib beramiz. Blok stenalari keyin mana olinadi mana. Mashinaga kiradi. Bu hozir mana bu kattalari 100 litrlik qozonni necha litr bilan qaynatadi shunda? Uzog'i 1,5 litr, 2 litr bilan bemalol qaynatadi. 100 litr, 50 litrliklarga 1 litr ketaveradi qaynatishga. Holati ekan-ku. Jigarlar kichkina mana bunaqa komplektlari bilan qo'ygan ekan. 420 ming, bularni 480 ming qo'yadi. Chorva Barakadan desanglar, kelishtirib yana beradi. Ekranda nomerga aloqaga chiqaramiz. Xohlaganlarni kelishib olaverasizlar. Uylari ovqat, choy qaynatgan anaqa moslamalarni ham qo'yib qo'yganlar. Ekranda nomerga aloqaga chiqaramiz. Aka, oling mashinadan atala qilgani 100 litrli qozonni 1 litr, 1,5 litr bilan qaynatar ekan. Oling bitta kattasidan atala qilgani. Ekranda nomerga aloqaga chiqarasizlar, dastavkasini qilib berishadi, kelishib qoladigan bo'lsanglar.